Bolangizni chizgan rasmlarni tashlab yubormang, deb bittasi oldimdan chiqib qoldi. Xullas, mana shu jinnicha ishga sababchi bo'ldi. Bunday rasmlardan o'ylaymanki, hammamizda ko'p. Bittasini olib kesib oldik. O'sha opachamiz rasmni strichni orasiga qo'yib, atroflarini kesib, to'g'irlab oldi. Izma-iz takrorladik. Futbolkaga kelganda ozgina o'ylanib qoldik, lekin eskiroq futbolkamizni topdik. Qurbonlikka tanlab olingan futbolka ustiga rasmni qo'ydik. Ustidan pishiriq qog'ozini qo'yib, yaxshilab uttiklay boshladik. To uttiklab bo'lgunimcha "Kema, kuyasan, uzoqroq tur, kuyasan" degan gapni kim necha marta aytdim, Xudo biladi. Ne ko'z bilan ko'raylikki, futbolkaga rasm yopishdi. Yuvganingizda bu rasm aniq tushib ketadi, chunki bolalarimni o'zi yuvishga ham ulgurmasdan qo'li bilan uzib olishibdi. Har qanaqasiga g'olibmiz. O'xshasa yutardik, o'xshamadi, dars bo'ldi.